Kirgilidan Lyubaya biznes xarasha. Bizda tayyor biznes bor do'stlar. Mana shu magazinimiz 18 ga 6 razmerda bo'lsa, yonida 3 sotix joyi bilan umumiy 4 sotix joy sotuvga qo'yilyapti. Hozir bu yer oziq-ovqat magaziniga birma-bir tushadi. Chunki shunaqa magazin bo'lgan bu yer. Mana hozir bitta ko'rsatib beraman. Mana jihozlari ham turibdi bu yer. Orqa tomonda o'sha skladlari, sharoitlari bor. Bu yer bitta xona bo'lsa, narxi ham chiroyli narx kelishib ketsa bo'ladi. Demak, bu tarafimizda tayyor arendator bilan podvali bor. Atrofga o'xshagan bitta joy bor. Buni ham o'rab olsa agar kattaroq magazin qilsa bo'ladi. Mana bu yerga o'sha bino harakatlar qilingan, lekin oxiriga yetkazilmagan ma'lum bir sabablarga ko'ra. Mana shu devorgacha, binogacha demak joy bor. Umumiy 4 sotix maydonga ega. Manzilimiz bu tomonda, demak, valyutka magazinga kirib kelish, 24-maktabga ketish, 27-Atisan bor bu yerda, Yuma magazin. Kirgiliga kelganlar, bir marta kelganlar bo'lsa ham biladi. Narxi 4 sotixlik joyimiz, binosi, podval, arendatori bor podvalda. Mana shu joy bilan 96 ming AQSh dollarida so'rashyapti. Kamaytirib berishadi. Bitta like bosib, o'ziga o'xshagan biznesmen akaxonlarga ushbu videoni tashlab qo'ying.